Bir ustozim aytadi, odamning ichida ikki bo'ri bo'ladi. Birisi oq bo'ri, birisi qora bo'ri. İkisi pasdan hamisha urushadi. Qaysi güçlü bo'lsa, ya'ni inson qaysi birisini baqqan bo'lsa ko'proq, mana shu yutib chiqadi dedi. Ya'ni buni zamonaviy tilda odamning ichida ikki xil energiya bo'ladi deydi. Birisi bu harakatlantiruvchi energiya, ikkinchisi bu ushlab turuvchi energiya. Ya'ni harakatlantiruvchi energiya bu odamning yaxshi niyati, maqsadi, orzusi, kelajagiga bo'lgan glavnisi ishonchi, o'zina bo'lgan ishonchi bu odamda harakatlantiruvchi energiya. Ikkinchi energiya degan bo'lsak, bu ushlab turuvchi energiya deyiladi. Ya'ni insonni harakatlantiruvchi, ushlab turuvchi energiyasi bor ichida. Ushlab turuvchi energiya bu qo'rquv, ikkilanish, odamlar nima deydi, qo'limdan kelmasana, ko'ngilchilar nima deydi, jo'ramlar nima deydi, atrofimdagilar nima deydi deb xullas. Bizlar ham hayotda ko'proq pul topish, muvaffaqiyat yetishishimiz uchun, oilamizga kelajak qurib berish uchun, bir farovon hayot qurishimiz uchun, o'zimizdan keyin orqamizda nodir qoldirish uchun hamma narsadan sababchi bo'lgan narsa bu o'zimizning ichimizdagi oq bo'ri bilan qora bo'ri, ya'ni harakatlantiruvchi energiya va ushlab turuvchi energiya bo'ladi. Endi harakatlantiruvchi energiyani rivojlantirish kerak. Buni rivojlantirish uchun biza birinchi o'rinda muhitni o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni okrujeniyani. Kim sizning jo'ralaringiz, ko'proq kim bilan so'zlashasiz, ko'p vaqtingiz kim bilan o'tadi? Hozirgi kunda yana bir muhim narsa bu Instagram, YouTube'dagi okrujeniyamiz ham bor. Ya'ni Instagramda kimga ko'p obuna bo'lganmiz, biza kimlarni ko'p kuzatamiz. Ana shu narsalar bizning kelajagimizni belgilab beradi. Shuning uchun Instagramda yaxshi, muvaffaqiyatli harakatda intiluvchan, maqsadi, orzusi bor insonlarni kuzatish kerak ko'proq.